Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun Artyom xush kelibsizlar. Men bugungi videorolikda men hozir men qishloqni aylanib o'tirgandim va bir qishloqqa meni chaqirdi va menga yangi uy kerak dedi va meni kreativga o'tkazib qo'ydi. Bu qishloqi mana bu yerda. Siz aytgandingiz menga uy qurishni. Ha, men aytgandim. Oddiyroq bo'lsa ham bo'ladi. Okey. Hozir oddiyroq uy quramiz, taxminan. Mana shu yerlardan bo'lsa kerak. Men uy qurgancha siz obuna bo'lib videoga like bosib qo'yinglar. Bu yoqdan 3 ta quramiz, 4 ta va 1 2 3 4. Tamam, ana bu yoqdan 1 2 3 ta 4 ta 1 2 3 4. Va tepadan birlashtirib, pastdan ham birlashtiramiz. Va oxirgi 2 ta qoldi. Bularni mana shunday bo'ladi va shunday turishi kerak. Va bu yoqqa eshik olishimizdan oldin pastni yopamiz va daraxt olib olamiz. To'g'ridan shu yerga 1 2 3 yetadi. Buni to'g'risidan bu yoqdan 1 2 3 4 va bu yoqdan 1 2 3 4. Men nimaga buni uzunchoq qilib quryapman? Sababi qishloqni o'zi aytdi, uni mehmonlari bugun kelar ekan. Shuning uchun kattaroq stul bo'lishi kerak ekan. Lekin faqat bu yoqdan 2 ta ochib, bu yoqlarini yopamiz. Bu yoqdan bunday va bu xonada u aytdiki, u ham orada o'yinlar o'ynab turar ekan, shu uchun bu yerda kompyuter xona bo'lishini aytdi. Men bu uyni bu tarafiga oshxona va katta stol, bu yoqdan qurib, bu yoqqa yotoqxona va bu yoqdan tekislab vanna qilaman. Okey. Bu blokdan qilamiz. Keyingi video nima bo'lishini kommentariyada yozasiz. Keyingi video 20 ta likedan keyin chiqadi. Bu yerda oyna bo'lmaydi. Aytgancha u aytdiki, bunaqa zinadan tom qurmaslikni, faqat uy bo'lsa
faqat uy bo'lsa, okey. Hozir faqat bunaqa blokdan emas, Tomni o'zini taxtadan qurishimni aytdi. Duni boshiga chiroyli bo'ladi. Normal. Fakkel. Endi Minecraft buksiz Minecraft bo'ladimi? Tushunmayapman. Nima bo'lishini. Hech narsaga tushunmayapman hozir. Okey. Bunga shunchalik katta uy kerakmi o'zi? Qishloqqa o'qiyotganimni ko'rdingmi? Ha, lekin men u yerda qur demagandim. Shu uyda anchadan beri bir odam yashamaydi. Shuning uchun o'sha uyda mebellar qo'yib ber bo'ldi. Xo'p. U ham ketdi qishloqlarning oldiga gapirishga. Bu yoqda ikkita yotoq bo'ladi, unga qiyshiq yotoq ham normal. Endi bu tarafda verstak va bu tarafda sunduq. Bu joyni bekitaman, chunki bu yoqqa boshqa narsa qilaman. Bu yoqqa fakat qo'yamiz bo'ldi. Endi pechka va bunaqa blok qo'yib va bu yoqqa ham bitta verstak qo'yamiz. Bu oshxona bo'ladi. Va bu blokni ustiga pechka qo'yamiz va unga ovqatlar solib qo'yamiz. U ovqatlarning pulini ham berishini aytdi. Shu ham yetadi, chunki qishloqlar kam narsa yeydi. Yo'q. Qishloqlar kam narsa yeydi. Yo'qqa qo'ydim. Endi qani edi? Bu kvartiz va endi divan quramiz. Buni qilib shu to'g'riga televizor quramiz. Shunda o'tiradilar, bemalol ko'radi. Va aytgancha bu yerga televizorni bosish tugmasini qo'yamiz bu chetga. Axir hamma televizorda shunaqa narsalar bo'ladi, to'g'rimi? Va bu yoqqa bitta qo'yamiz. Bo'ldi. Endi nima yetishmayapti? Sunduq qurdim. U aytganda soat ham bo'lishi kerak deganda. Soat ham bo'lishi kerak. Endi men buni bu yoqqa qo'yib, soat va eng oxirgi narsa sahrlash stoli. Qani edi? Bo'ldi. Endi men qishloqni chaqirib
Mana men qishloqni chaqirib keldim. Qishloqqa senga uy yoqdimi? Ha. O'ylaganimdan ham zo'rroq chiqibdi. Mana pullaringni ol. Pullarim qani? Mana bu sunduqda. Xo'p. Do'stlar, qishloqqa bilasizlarmi qancha buncha narsaga bu mebellar va uylardan ikkita olsa bo'ladi-ku. Rahmat qishloqqa. Keyingi video 20 ta laykdan 20 ta layk bo'lsa chiqadi. Obuna bo'lishingizdan chiqasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.